ko'rinmaydi. Suyuqlik yig'ilgani hisobiga sizga bir tarafda turbani olib tashlash kerak degan bo'lishi mumkin. Chunki u yerda salpingi deymiz yoki bu yallig'lanish holati salpingi afarit deymiz tuxumdonga tarqaladi. U yig'ilgan suv yiringlab qolishi mumkin, peritonitgacha olib borishi mumkin. Ana o'shani hisobiga bir tarafini olib tashlash kerak degan gapni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Endi qachon mana shu turbalarga suyuqlik yig'iladi? Infeksiyalar jinsiy yo'l bilan o'zi kapillyarlar, qon tomirlar bo'ladi. Bu bizni tirik jonimiz, tirik a'zo, u qon tomirlar bilan ta'minlanmasa u joy nekroz bo'lib chirib ketadi. Ana endi bu yerda kista paydo bo'lgani hisobiga, ichida suyuqligi bo'lgani hisobiga bu qon tomirlar endi juda qo'rqinchli bo'lib ko'rinyapti-da. O'shani hisobiga xavfli narsaga podozrение qilishgan bo'lishi mumkin. Saskop olib tekshiramiz. Mayli biz oldi tarafini ko'ryapmiz, orqasida boshqa muammo bo'lishi mumkin degan bo'lsa, saskop olib tekshiramiz. Davlatda joyida silikoplakiya, displaziya bermasa bu joyga tegmaymiz. Agar bersa, o'shanda demak toza to'qima chiqunichi o'sha qon tomirlari bilan olinib, mini operatsiyacha bo'ladi o'sha yerda. Olib tashlab do'pposli holatini ko'rsatib beramiz. Xo'p, qachon mana shunaqa bachadon bo'ynida o'zgarishlar paydo bo'ladi? Uzoq vaqt выделениеda yursalar, davoy travmalar, spirallardan keyin endi biza ozgina cho'chiydigan holatimiz 99% holatda VPC virusi. Bu bachadon bo'ynida rak chaqirish xususiyatiga ega. Qiningizda ochiq joy yo'q. O'sha eringiz davolangan, kuydirgan payti kandilomalarga sizni jo'natish kerak edi. O'sha mutaxassis boring dermatologga ko'rining, dermatolog bo'lmasa ginekologga ko'rining deb aytish kerak edi. Endi ginekologlar ham hammasi tushunavermaydi. Har xil gap eshitamiz, qizli pardani qoldig'i degan. Qinda ichida to'liq qizli pardani qoldig'i bo'lmaydi. Ko'plar kelib shunaqa aytadi. Qizli pardani qoldig'i bu kandiloma emas deb. Xo'p, ko'rib turibsiz, qinni 4 ta devorida ochiq joy yo'q. Ular o'sha papilloma emas, kandilomalar. Uzun-uzun hamma qismini egalladi. Bularni yo'qish yo'llari bizga jinsiy yo'l ginekologический instrument, chunki u joy 8 sm ichkari. Tashqaringizda bo'lganda, terida bo'lganda aytardik, depilyasiyaga qatga borasiz derdik. O'sha kontaktdan o'tdi derdik. Endi har bittasi demak ishqalanish hisobiga kelib chiqadi, miqdori ko'p, eringiz yana bitta ko'rinarli